Assalomu alaykum hurmatli hamkasblar. Mana bugun 2026-yil 14-iyul Toshkent viloyati Piskent tumani Haydarov hududida Haydarov Shunqoriddin fermer xo'jaligining dalasiga keldik. Mana fermer xo'jalik rahbarlari ham shu yerdalar. Aka, mana paxtaga qanday ishlov qildingiz? O'shalarni noldan tushuntirib bering bir. Paxtani Xitoy Assalomu alaykum. Paxtani Xitoy navini ekkanmiz. 87:00 6-aprel 7-aprel kuni 2 kun ekkanmiz. Fosforli o'g'itlar berganmiz. 200 kg fosfor, 50 kg kaliy bilan ekkanmiz. Paxta bir marta glifosat bilan ishlov berdik. Mana paxtaning ichida birorta begona o't yo'q. 10-may kuni glifosat bilan ishlov berganmiz. 3 marta kultivatsiya, bir marta aktoshka, yana bir marta kultivatsiya, bir marta aktoshka qildik. Sajan entajanlar bilan ishlagansiz. Sajan 3 marta sochdik 10 gramdan. Hektariga 2 marta 15, oxirgisiga mana 30 gramdan sochdik. Mana hozir ko'saklarini, bo'liq ko'sagini sanadik. 18 ta chiqdi hozir ko'sagi. Mana ko'rishingiz mumkin. Ko'saklarini 3 kun oldin 100% chiqanga qildirdim. yana Qo'lda men haligina bilan qo'lda. Xohlasa Yana o'zingizga o'xshagan fermerlarga nima tavsiya berasiz bu Xitoy navi chigiti bo'yicha? Xitoy nav juda yaxshi nav ekan. Bu qo'sh qator usulda ekilgan. 220 mingdan 240 minggacha ko'chat bor. Mana dalani korpuslar. Buni ko'rsatgan masalan. Hosildorligi ham o'ta yaxshi ekan mana. Bunga yana bitta sabab ko'sak qurti umuman tushmadi. Umuman yo'q. Ko'sak qurti yo'q. Ishlovni berib, bosqasini bersa, xudo xolasa 70-80 sentimetrlik paxta bo'ladi. Xudo xolasa. Harakatini Xudo xolasa. Yaxshi paxtalarimiz. Ko'z temas paxtalaringiz yaxshi ekan aka. Harakatini bersin. Javob bo'lsin, planlarni bajarib oling. Xudo xolasa. Ko'pchilikka baraka bersin. Yana bir oy xudo xolasa dolzor haligida ishlab, bir marta yana beradigan suspenziyamiz bor. Faqat suv, mana suvdan chiqqan kaltaga yana beramiz. Suv beramiz yana. Mana 50 gradus bo'lyapti issiq. Juda paxta shona tashlash degan narsa bo'lmadi bularda. Bo'lmadi. Umuman shona tashamadi. Uchigacha mana Uchigacha shoxlab. uchigacha hosil bor. Bo'yi ham unaqa katta bo'lmagan. Где-то bir 70 santimetrcha bor, ha? 90 santimetrdan keyin boshladik asosan. Mana bo'g'imlarini ham ko'rishimiz mumkin mana. Ko'saklari bultur paxtani bir ikkitasini ko'rganda mayda deb qo'rquvdik boshida ekkanda, lekin mana korpusda o'zimizni ko'sakdek ko'taryapti bular. Shunday. Yaxshi bo'lib ko'taryapti. Yaxshi rivojlanadi. Bu paxtamizga 4 marta suspenziya berdik. Max gel bilan birinchi, ikkinchi, uchinchi bosqichi bilan 3 marta. Har sochganimizda intajan qo'shib sochdik. Oxirgisida o'sha bo'r kombi degan aligisi bor ekan. Bo'r aligisi ishlov berdik. Drojen sochdik. Yaxshi 200 gramdan. Ko'sakni ko'tartiryapti lekin. Aniq ko'tartiryapti. ko'rdik, o'zimiz ham quloq bo'ldik. Mana ko'sagi ham katta, boshqa bir-ikki dalalarga kirdik. Sal ko'sagi sal kichikroq. Bunga haligi siz aytgan preparatlarni tepsa, effekt beroqdi hozir. 3 marta shu Max geldi 3 kuni bilan sochdik, oxirida mana shu haligini sochdik.